O'tib olsa ham ishdan qilmaydi inshaalloh. Hozirgi kunda xonadonlarga letniy kuxnalar qildirilyapti. 210 xozmada letniy kuxnalar uchun qanaqa qozonlar borligini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. O'choq uchun qozonlarning yaxshisi qayerda ishlab chiqariladi? O'choq uchun ishlab chiqariladigan qozonlarning yaxshisi Namangonda ishlab chiqariladi. Gaz uchun ishlatiladigan qozonlarning yaxshisi Toshkentda ishlab chiqariladi. Namangonda gaz uchun ham qozon ishlatiladi, parashroq bo'ladi, sifati o'rta bo'ladi. Bu qozonlar ikki xil qolipda ishlab chiqariladi. Kokil qolip deydi. Sal parashroq bo'ladi, lekin ichlari silliq. Oshxonalar juda ko'p shundan oladi. Xonadon uchun pishiroq bo'lsin deyshadi. SSR qolipda bo'ladi, qum qolip deydi. O'tib olsa ham ishdan qilmaydi inshaalloh. Qozonga qil tutmagan, yana butun holatda turaveradi. Ehtiyojingiz uchun ishlatiladigan qozonlarning bizda barcha razmerlari bor. Video davomida mijozimizga qozon dastlabki xizmatlarini ko'rib borishingiz mumkin. Hamma nimaga qozonni reklama qilaverasan deydi. Biz endi ishimiz shu, qozon. Shuska bitta 100 litrli, ikkita 125 litrli SSR qolipli qozon. Mana, SSR qolipli. Hammasi qalin garantiyaligidan. 3 ta 225 litrli qozon. Bitta bag'da, ikkita bag'da. Kilobayga sotdi. Qozonni kiloga sotgandan eshitganmisizlar? Qog'ozga qo'yib sotdi. Shunaqangi sifatli qozonlar kerak bo'lsa, telefon nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bizga aloqaga chiqib, bemalol maslahat olishingiz mumkin. Sifatli qozonlar kerak bo'lsa, 210 ga murojaat qiling. Letniy kuxna qurdiradigan tanishlaringizga videoni yuborib qo'ying.